Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Kamina har doimgidek Usta Muhammad Yusuf jamoamiz bilan birgalikda telefon xizmatini qilishda davom etmoqdamiz. Navbatdagi telefon xizmatimizni Andijon viloyati Shahrixon tumanida, xudo xohlasa, mana ko'rib turibsizlar, xudo xohlasa juda ham go'zal holatda xizmatlarimizni yakuniga yetkazib bermoqdamiz. Xo'p, videoda boshida sizlarga eng yog'li joydan boshlayman. Bu xonadonimizga 90 kvadrat material ishlatganmiz. Apiga 135 ming so'mdan xonadon egasini hech narsaga ovora qilmagan holatda xudo xohlasa telefonlarini bitkazib bermoqdamiz. Agar siz ham vodiydan bo'lsangiz, quyida raqamlarni qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqsanglar, xudo xohlasa navbatdagi telefon qiladigan xonadonlarimiz aynan sizlarda xonadonlar bo'lishi mumkin. Eslatib o'tamiz, qadrdonlar, ishlatilgan materialning kvadratiga 135 mingdan oldik, joyning kvadratiga emas. Sababi joyda kvadrat tekis bo'lsa, bukilishi, qayrilishi, ayniqsa mana bu Navoiy fasolimizda bu devorda ko'rsatilgan navoiylar katta rasxoddan bo'ladi. Oldida peshana qoshlari hamda 90 gradusli bukilganlarning hisobiga joyda kvadratdan ko'proq material ketadi. Sizlar ketgan materialning kvadratiga pul berasizlar. Shuni inobatga olsanglar, xudo xohlasa kelishib olishimiz osonroq bo'ladi. Xo'p, do'stlar, bu videoda uyga telefon qilmoqchi bo'lganlarga jo'natib qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Agar o'zingizlar ham xonadonlarga keyinchalik telefon qilmoqchi bo'lsanglar, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xohlasa, bizning kanalimizda mana shunaqa chiroyli xonadonlarga telefon qilingan ishlarimizni joylab boramiz. Nasib bo'lib qolsa, qachon telefon qilsangiz ham bemalol aloqaga chiqaverasiz. Rahmat qadrdonlar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.